Qandli diabeti bor bemorlar har kuni iste'mol qilishi kerak bo'lgan bitta eng muhim mahsulot. Iste'mol qilsangiz, boshqarilmayotgan qonda qand darajasini boshqarishga juda ham yaxshi yordam beradi. Bu ayniqsa ikkinchi tur qandli diabet tashxisi qo'yilgan bemorlar uchun super mahsulot. Birinchi turga ega bemorlarimiz ham bemalol qo'llasa bo'ladi. Assalomu alaykum, sizlar bilan sizni sog'lig'ingizni sizdan-da ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Demak, bugun siz uchun juda ham bir manfaatli bo'lgan ajoyib bir mavzuni ko'rib chiqamiz. Hoziroq bizni arzimas mehnatimizni shunchaki bitta o'sha qo'lchani qizartirish bilan baholab qo'yishni unutmaysiz degan umiddaman. Sizda qanday savollar bor, albatta kommentda yozib qoldiring. Keyingi videoyimiz aynan sizni yechimi topmagan qaysidir savolingiz haqida bo'lishi mumkin va bizni kuzatuvchilarimizga bitta gapim bor. 80% dan oshiq kuzatuvchilarimiz obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Hoziroq o'sha obuna tugmasini bosib qo'ying va bizni yana ham yaxshi, yana ham manfaatli videolarimiz tezda sizga yetib boradi. Demak, iste'mol qilish hatto majburiy bo'lgan yagona mahsulot bu yashil bargli shpinat. O'zi yashil bargli mahsulotlarni, yashil bargli ko'katlarni, o'tlarni hammasi juda ham foydali bo'lib hisoblanadi. Men sizga shularning ichidan ayirib eng foydalilardan birini keltirib o'tmoqchiman. Masalan, shpinat juda ham foydali, organizm uchun qoni foyda desam ham bo'ladi. Qonda qand darajasini boshqarish uchun shunchaki eng yaxshi yechimlardan bittasi. O'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, hamma yaxshiroq biladi. Ismaloq. Ya'ni bu super mahsulot nima qiladi? Uchta eng foydali jihatini aytib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda glikemik indeksi juda ham past mahsulot hisoblanadi. Ya'ni glikemik indeksi past mahsulotlarni qandli diabeti bor bemorlar iste'mol qilsa bo'ladi va bundan tashqari aynan kletchatkalarga juda ham boy mahsulot hisoblanadi. Kletchatkalarga boy bo'lganligi uchun siz iste'mol qilmoqchi bo'lgan, yuqori energiya beradigan, qonda qand darajasini birdaniga ko'taradigan qaysidir mahsulotni avval shpinatni iste'mol qilib, keyin iste'mol qiladigan bo'lsangiz, birdaniga sizga stress, organizmingizga stress olib kelmaydi. Ya'ni qonda qand darajasini boshqarib bo'lmaydigan darajada skachok qilib qo'ymaydi va bu sizda qonda qand darajasini boshqarishingizga yordam beradi. Ikkinchi o'rinda kaliyga, magniyga va foliy kislotasiga boy mahsulot bo'lib hisoblanadi. Bu uchta mikroelement biz uchun juda ham muhim hisoblanadi. Ayniqsa qandli diabeti bor bemorlar uchun juda ham muhim. Yurak ishini boshqaradi, qonni suyultirishga yordam beradi, asab holatini tinchlantirishga juda ham yaxshi yordam beradi. Agarda bu mahsulotni shunchaki har kuni 250-350 grammdan qabul qiladigan bo'lsangiz, sizda qonda qand darajasini ko'tarilmasligidan tashqari, shunchaki asab holatlaringiz ham o'z holiga kelib, hech kim bilan janjal qilmaydigan darajaga tushib qolasiz. Uchinchi o'rinda esa insulin sezgirlikni yaxshilaydi. Ya'ni insulin sezuvchanlik muammosi qandli diabeti bor ikkinchi tur bemorlarning global muammosi hisoblanadi. Ya'ni insulinning ishlashini yaxshilab beradi. Qancha insulin yaxshi ishlaydigan bo'lsa, qonda qandni shuncha hujayraga tezroq va sifatliroq kirgizib beradi va qonda qand darajasi boshqarib bo'lmaydigan darajada ko'tarilib ketmaydi. Bundan tashqari yana bitta foydali xususiyatini aytib o'tib ketaman. Qonda xolesterinni ko'tarilishiga, yuqorilashiga yo'l qo'ymaydi. Xolesterin qancha yaxshi boshqariladigan bo'lsa, sizda qon bosimi bilan, buyraklar bilan bog'liq qanaqadir muammolar, qon tomirlar bilan bog'liq qanaqadir muammolar kelib chiqmaydi. Va bundan tashqari qorin atrofi, bo'ksadagi yog'larni eritishga yordam beradi. Eng yaxshisi bu ichki yog'lar deydi-ku, visceral yog'larni eritishda yordam beradi. Qancha ko'p shpinat, ya'ni ismaloq iste'mol qiladigan bo'lsangiz, birinchidan oqsil manbai hisoblanadi. Ikkinchidan, erimayotgan, qancha harakat qilsangiz ham ketmayotgan yog'laringizni shunchaki tezroq, sifatliroq eritib berishga yordam beradi desam ham bo'ladi. Demak, bu mahsulotni har doim ratsioningizda bo'lishi shunchaki sizga qonun foyda hisoblanadi. Buni foydasini biladigan odamlar har doim bemalol iste'mol qilib yuradi. Hech qanaqangi zararli tomoni yo'q. Organizmga qonun foyda. O'zi bunday oladigan bo'lsak, buni ba'zi bir sog'lom odamlar doimiy iste'mol qilib yuradi. Ya'ni juda ham foydali mahsulot bo'lib hisoblanadi. Qanday iste'mol qilishga keladigan bo'lsak, siz bemalol uni o'sha yaxshilab tozalab, suvda yuvib, xom holatida iste'mol qilsangiz bo'ladi. Iloji boricha ovqatdan oldin iste'mol qilasiz. Ovqatdan oldin iste'mol qilish birinchidan sizga o'sha qonda qand darajasini ko'tarilmasligiga yordam beradi. Ikkinchidan to'qlik hissini tezroq olishingizga yordam beradi. Uchinchidan ortiqcha ovqat yeb qo'ymasligingizga yordam beradi. Va buni tayyorlash bo'yicha men sizga shunchaki yengilroq retsept beraman. Agar bunga amal qilib tayyorlaydigan bo'lsangiz, yana ham mazaliroq va yana ham foydaliroq bo'ladi. Ya'ni bemalol shpinatni olib, 1-2 bog'ini olib, yaxshilab tozalab, limon, oddiy limonni ozgina kesib, aralashtirib va unga ozgina 1 loshka yoki yarim loshka zaytun moyini aralashtirib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Yana ham foydali bo'ladi, ichaklar uchun foydali bo'ladi. Yana bir foydali ma'lumotni shu o'rinda aytib o'tib ketay. Ismaloqni qorni dam bo'ladigan, qornida gaz yig'iladigan,
ichi qotadigan insonlar kechki paytda iste'mol qilmasin yokida bug'ga qo'yib uni ozgina pishirib keyin bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Iloji boricha kechqurun iste'mol qilmang. Ertalab va obedga bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Shpinatning eng yaxshi tomoni o'sha ertalabdan qon darajasini ko'tarilib ketmasligi uchun yaxshi yordam beradi. Shuning uchun ham uni nonushtaga qo'shish eng afzali bo'lib hisoblanadi. Shunaqangi foydali va kerakli ma'lumotlar uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Savollaringizni bemalol kommentda yozib qoldiring. Sizni sog'lig'ingiz uchun, sizga foydali bo'lishi uchun, siz sog'lig'ingizni asrashingiz uchun biz mehnat qilishdan to'xtamaymiz va eng yaxshi, eng kerakli ma'lumotlarni birin-ketinlik bilan qo'yib borishda davom etamiz. Bizni esa hoziroq qo'llab-quvvatlang. Barchalaringizga sog'lik va omonlik tilayman.